Hoppa, hammaga assalomu alaykum. Bugun biz va nihoyat sayohatga ketyapmiz. Anchadan beri sayohat qilib, YouTube ga video qo'yishni orzu qilib yurdim va bu orzu albatta amalga oshar ekan. O'shaning uchun hoziroq videoga like bosinglar, obuna bo'linglar. Aynan qaysi davlatga ketayotganimizni sizlar hozircha bilmay turasizlar. Lekin borgandan keyin bilasizlar, biz bitta shaharga emas, ikkita shaharga boramiz. Ketdik. Hammaga Xitoy Pekin shahridan salom. Biz Pekinga yana Xitoyga kelganmiz. Xitoyga kelishimning eng katta sabablaridan biri nega Xitoy dunyodagi eng tez rivojlanayotgan davlatlardan biriga aylangani haqida o'z ko'zim bilan javob topish edi. Texnologiya, infratuzilma, tartib-intizom va odamlarning mehnatsevarligi haqiqatan ham ularning muvaffaqiyati siri nimada? Lekin mana bu safarga undagan yana bir shaxsiy sabab ham bor. Mani bobom aynan shu yerda tug'ilgan. Shu sababli Xitoy men uchun oddiy sayohat emas, bu oilam tarixining bir bo'lagi. Balki hali ham shu yerda qarindoshlarim yashayotgandir. Albatta bu mo'jiza. Mehmonxonaga va nihoyat joylashib oldik. Kelinglar, men sizlarga qisqa room tur ko'rsatib beraman. Tayyormisizlar? 1 2 3. Ochasizlarmi yo'qmi? Xo'sh, bu bizning xonamiz. Nimalarimiz bor? Birma-bir ko'rsatib ketaman. Oyna, endi уборный, bitta двухспальный, кресло, холодильник и mamlaqa vid shaharga bo'lgan. Balkonimiz bor. Menga buni balkon deyishuvdi, faqat ko'proq sigaret chakib turadigan joyga o'xshaydi ekan bu. Mana. Bu yerga hali odam qadami yetmaganligi sezilib turibdi, chunki yoyilib ketmagan. Yana bitta двухспальный, yana bitta vanna, pasta vanna yo'q edi. 4 odam mana shu vannadan foydalanish kerak. Eng kerak bo'ladigan narsalardan bittasi bu, agar fen bo'lmasa, sochimni sizlar ko'rgandek qilib tura olmayman. Xitoy devoridan keldinglar, tasavvur qilinglar. Charchab olsizlar-da. Zinadan chiqdinglar. Yo, if I could do it then why can't you? Mana bitta odam ham yotadi. Bizning apartament, endi apartament hisoblanadi. O'zi ummiy dom. Hozir 2 marta chapga chalaman, o'zi yopilib qoladi, qaranglar. Ana bo'lmasa. Shu bilan bizning room turimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ana endi sizlar bilan juda ham bitta qiziq bo'lgan joyga yo'l olamiz. Tayyor bo'lsanglar, ketdik. Bu bizning otel bo'ladi. Mana bu otelimizdan bo'lgan vid. Bu esa bizning bolalar. Hozir biz bitta zo'r joyga ketyapmiz. Va transportda ketyapmiz hozir. Metro. Metro? Nega metro? Taksi emas. Arzon qarang. Ha, mayli. Qarang. Metro necha pul, taksi necha pul bo'ladi? Taksi 22 yuandan boshlanadi. Dollardan necha pul? Dollar 3 dollar. Metro Metro hammamiz 16 yuan. Bu 2 dollar примерно. taksida ketursa ham bo'lar ekan-ku? Ha? Probkada oling. Ha, mayli. Agar ko'rayotgan bo'lsanglar, metrolarda, ko'chalarda odamlar hali ham maska taqib yuribdi-da, bolalar ham, qizlar ham. Buni sababi qanaqadir virus yoki kasallik emas ekan, odamlarda oddiy o'zini yuziga kompleksi bor ekan. Misol uchun mendagi ugrisi bo'lsa ham maska taqib olar ekan. Mana Ibrohim aytdi chunki. Eng turistik va tarixiy, xuddi misol uchun bizlar Samarqandga boshladik, O'zbekistonga boshladik. Xuddi o'shanga o'xshagan joylardan bittasiga keldik. Mana Temple of Heaven.
Orqamda turgan joy nimaga qurilgan deydigan bo'lsanglar, ko'rayotgan bo'lsanglar, mana quduq, kolodец 1420-yil Ming dinastiyasi imperatorligi paytida qurilgan ekan. Nimaga? Bu yoqdan toza suv chiqqan ekan. Toza suv chiqqanligi uchun aynan shu majmua deyman, majmua deb atayman, qurilgan ekan. Aynan shu quduq maqsadida suv chiqarish uchun. Toza suv chiqqan ekan-da. Bilmadim, oldin toza suv bo'lmaganmi yo'qmi? Pekindagi eng mashhur joylardan biri Temple of Heaven, ya'ni osmon ibodatxonasi. Taxminan 600 yil avval imperatorlar aynan shu yerga kelib, mamlakat tinchligi va mo'l hosil tilab ibodat qilishgan. Bugungi kunga kelib esa bu joy Pekinning eng mashhur sayyohlik manzillaridan biriga aylangan. Bu yerga har kuni minglab odamlar keladi. Kimdir tarixni his qilish uchun, kimdir esa shunchaki bu ajoyib me'morchilikni o'z ko'zi bilan ko'rish uchun. Qaranglar, Pekinda yomg'ir yog'yapti, oddiy yomg'ir, lekin odamlar ham voqma qilib kirib ketyapti mana ichkariga. Yomg'ir bu yoqda qanaqadir opasniy narsada o'rgatilgan bilmadim. Kameram ham yomg'ir bo'lib ketdi. Lekin oradan bir necha daqiqa o'tmay xitoyliklar nega shunchalik shoshilganini tushundim. Yomg'ir shunaqa kuch bilan yog'a boshladiki, bir necha soniyaning o'zida ust-boshimiz shalabbo bo'ldi. Ana shunday bildimki, Xitoyda yomg'ir boshlansa uni oddiy qabul qilib bo'lmas ekan. Hozirgina issiq quyosh bo'lib turibdi. Birdaniga yomg'ir yog'yapti. Hozir biz Temple of Heavendan chiqib, ovqatlanishga joy qidirdik. Endi bilasizlar, Xitoy baribir halol ovqat topish muammo bo'ladi. Yo'q desa ham bo'ladi. Uyda dashirak yurib, tushunka yurib, mamnun bo'ldik. Va Ibrohim bizga mamit topib berdi. Halal foods bor ekan. Asosan o'sha Uyg'ur taomlari bor, o'sha chuchvara, lag'mon, qovurma lag'mon, manti bormi yo'q bilmadim. Lekin mabodo qachondir Pekinga kelib qoladigan bo'lsanglar, shu yoqqa kelsanglar bo'ladi. Ketdik ichkariga. Va nihoyat 3 kundan beri o'zimizga yaqin bo'lgan ovqatlarni yeyish sog'inib yurganim to'g'risi. Ana endi olib kelishdi, endi yeyimiz. Rahmat. Rahmat, mana zo'r. Agar shunaqa joylarga kelganinglarda palchikani ishlatib olmasanglar, chunki lag'monni yeyish qiyin ekan. Palchikada mamlakat qilsanglar bo'ladi. Lifehack sizlarga. Hozir ko'rib turgan joyinglar aslida Zapretniy город или же tashlab ketilgan shahar deb hisoblanar ekan. Mana olib cho'tib yurmayaptilar. Shunaqa deb hisoblanar ekan. Aslida biz kirishimiz kerak edi bu yo'lga, lekin biletlarni oldindan bron qilib qo'yish kerak bo'lgan ekan. Shuning uchun velida oldindan o'tib ketamiz. Ichida bitta shahar bor ekan, faqat ekskursiya uchun mo'ljallangan. O'ta yashalmaydi adashmasam. Shunaqa. Bir oydan ekan. Veligimizni parkovka qildik. Mana ko'ryapsizlarmi? Har xil Xitoy milliy ovqatlarini tayyorlaydigan joylar. Va aynan shu yoqdan shunaqa sassiq hid chiqyapti. Bu nimani hidi deb so'raydigan bo'lsanglar, bular noniga ham, oddiy ovqat qilsa ham har xil pripravalarni bosib tashlayotganda, aynan o'sha pripravadan shunaqa bizga yoqmaydigan sassiq hid chiqargan. Balki o'zlariga yoqar bu yo'lgan narsalar, shuning uchun ham qilishadi. Lekin bizani o'zbeklarga bu to'g'ri kelmadi. qoldi Telegramdagi. Bitarga. O'tmoqchi edim Xitoyda ko'rgan birinchi mana shunaqa video olib turgan inson. Shu paytdan beri faqat men video olib yurgan edim. Shu Pekinning ichida. Ana endi birinchi marta ko'rishim mana shu insonni. Undan boshqa hech kim. U mamteli bitta qiz bor ekan. Ha, bular mana shunaqa bu yerda o'tirishadi. Xo'sh. Mana anta yana bittasi bor ekan. Ha, bu yerda hamkasblarim ko'p ekan. Kollaboratsiya qilamizmi? Bo'lishni xohlasanglar 100 million reaksiya qoldiringlar.
Kech tushishi bilan Pekin butunlay boshqa qiyofaga kiradi. Shahar millionlab chiroqlar bilan yoritiladi. Har bir ko'cha, har bir bino o'ziga xos muhit yaratadi. Bu yerda hayot tun bo'yi davom etadi. Menga eng yoqqan tomoni bu atmosferasi. Bir tomoni zamonaviy osmono'par binolar, ikkinchi tomonda esa tarix nafasi sezilib turadi. Shu uyg'unlik Pekinni boshqalardan ajratib turadi. Men uchun Pekinning eng go'zal qiyofasi aynan kechasi namoyon bo'ldi. Chunki bu shaharni faqat ko'rmaysiz, uni his qilasiz. Hammaga assalomu alaykum. Hozir Xitoyda 5:31, ya'ni 5:30 va biza buyuk Xitoy devorini ko'rish uchun yo'lga otlandik. 72 kilometr masofa ekan. Bu degani biz hozir avtobusdan foydalanamiz, metrodan foydalanamiz, peshkom yuramiz. Shu bilan 2,5 soatda yetib olamiz. Bizaga omad tilaylar. Ertalab soat 6 va bizda taksi kutib turibmiz. Shu payt mana bitta narsa e'tiborimni tortdi. Ko'chalar allaqachon jonlanib bo'lgandi. Kimdir ishga shoshyapti, kimdir velosipedda ketyapti, yana kimdir uchun ish vaqti allaqachon boshlanib bo'lgan. Bizda bir gap bor-ku, erta turganning ishi unumli bo'ladi. Balki ular bu maqolni bilmas, ammo hayot tarzi bilan aynan shu fikrni har kuni isbotlayotgandek tuyulyapti. Ehtimol Xitoyning bugungi taraqqiyoti ham ana shunday kichkina odatlardan boshlansa kerak, chunki katta natijalar ko'pincha tong otmasdan boshlanadigan mehnat ortida yashirinadi. Biz hozir Xitoy devoriga kirish uchun mana shunaqa navbatda turibmiz. Bu yoqdan ko'rib turgan joylardan kanatga, ya'ni tepaga kanatda chiqib ketsanglar bo'ladi. Aynan o'shanga $20 kanatga bilet olsanglar bo'ladi. Yoki de mana bu yerda anaqa okaga o'xshagan odamlar taksi qilishadi. Tog' olib chiqib qo'yadigan odamlar bor, 500 ming qimmatga olib chiqib qo'yishadi. Xuddi shu narsa bizda qaytar dunyo bo'lyapti-da. Xitoy devorining uchiga olib chiqib qo'ymaydi. Bilet Xitoy devoriga kirishiga, bilet oladigan joyiga olib chiqib qo'yadi. Shuni o'zini $20 deyishyapti bizga. Bunga albatta biz o'zbek sifatida qarshi bo'lyapmiz. Lekin siz aynan shu bilet oladigan joyga tekinga chiqsangiz bo'ladi. Uning uchun mana milliard navbatda kutib turishingiz kerak. Bizga o'xshab, agar sabrimiz yetsa oxirigacha kutamiz. 永不回，往事只能。 Hozir biz bilet sotyapmiz va Xitoy devoriga kirish uchun har bir kishi uchun 40 yuandan olishyapti. Va nihoyat qiyinchiliklar bilan o'sha buyuk Xitoy devorini boshlanishiga yetib keldik. Va nihoyat biza gapirolmayman. Buyuk Xitoy devorini eng tepa cho'qqilardan bittasiga chiqdik. Atmosferadan bahramand bo'linglar bir. Xitoy devorini chiqarishda turibmiz. Xitoy devoridan tushdik hozir. Hamda baraban chalishayotgan ekan. Bitta chalib ko'rsataman. Ikkinchi mana bu narsani oldik. Bu Xitoy devoridan chiqarishda so'ragan. Grapefruit, endi nimadir muzli. Arzon 5 yuanmi, 4 yuanmi, shunaqa qimmat emas. To'xtamadi-ya bu bolalarga. Bugun to'xtamasa kerak. Ana Jumanjinikini qilib ko'ramiz hozir. Qanaqa edi? O'xshatolmadimi? Xitoy devori bo'yicha sayohatimiz yakunlandi. Rahmat gap yo'q bo'ling. Hali yana davom etamiz. Xitoy bo'yicha sayohatimiz tugamadi. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.
Sizlarga faqat chiroyli kadrlar ko'rsatyapman. O'ylaymanki, sizlarga ozgina joydagi kadrlarni ham ko'rsatmoqchiman. Biza bu yoqda har kuni qanaqadir qimmat restoranlarda yoki kafelarda o'tirib ovqatlanmaymiz, to'g'ri bir marta bo'ldi. Ikki kun ichida o'zimiz bilan har xil mana misol uchun dashirak olganmiz, Big Bon, Rolton olganmiz. Xo'sh, bu yoqda mana patr bor, patr. Atila xolodilnik qo'yib qo'yganmiz, yomon bo'lib qolmasin deb. Shokolad olishgan, sosiska halol o'zimizdan. Kamron bizaga o'sha dashirak, roltonlarni pishirib beryapti. Bitta lifehack o'rgataman sizlarga. Agar bilmasanglar, roltonni olasizlar mana. Обычный dashirak. Narsalarni pripravkalarni sorasizlar, и ustiga tushonkani istasizlar. Biz bitta noodatiy usul bilan tushonkani isitib oldik. O'zi bilsanglar, kompyuterga yozib qoldiringlar, aytolmayman. Ustiga tushonkani soldik. Hozir ustiga qaynagan suvni solamiz. Shunaqa zo'r narsa bo'ladi. Men kecha yeb ko'rdim, menga yoqdi. Sizlar ham albatta mabodo chet elga chiqadigan bo'lsanglar, mabodo chiqmasanglar, uyda qilib ko'rsanglar ham bo'ladi. Tayyorlagan lapshamiz tayyor bo'ldi. Halol ovqat topa olmaydigan davlatlarga boradigan bo'lsanglar, shunaqa qilib vaziyatdan chiqib ketsanglar bo'ladi. Hozir buni yeymiz. Zo'r chiqdi. Roltonni o'zi yoqmaydi menga. Aslida lekin tushonka sosiskalar bilan rostdan yoqdi menga. Sosiskaning ustini olmayman, zo'r bo'libdi. Olmaydi. Mana salfa yegandek bo'ldimda. Like bosinglar, obuna bo'linglar va videoni ko'rishni davom etinglar. Hozir kechasi soat 12 va biz ko'chada yuribmiz. Ko'chada hech kim yo'q, velosiped faqat uchib yuribmiz. Va sizlarga bitta zo'r kadr ko'rsatmoqchiman-da. Mana ko'rib turgan akalar hozir ishlashyapti-yu. Ertalab soat 7 da qarasanglar, allaqachon ishligini bitirib bo'lgan bo'lishadi. Ya'ni o'sha joy misol uchun teshib to'g'rilashayotgan bo'lsa, qaytadan asfalt qilishayotgan bo'lsa, uje to'g'rilab qo'yilgan bo'ladi. Bular ertalab uxlashadi, kechqurun mana shu to'g'rilab, ertalabga tayyor qilishadi. Aytib qo'ymoqchimanki, bu juda yaxshi odat. Ertalab hamma yoqni teshib, probka hosil qilib va mashinalarga, odamlarga zarar keltirgandan ko'ra kechqurun to'g'rilab qo'ygan ancha yaxshiroq deb hisoblayman. Ketdimi? Endi 12 da yurganiga hayron bo'lmanglar. Bir xil kelib qoldik Xitoyga. Men o'ylashim bo'yicha bu normal. Chunki turistlarga mumkin hamma narsa chet elda, to'g'rimi? To'g'ri. Bugun Pekindagi oxirgi kunimizda ketishdan oldin sizlarga Pekindagi do'kondagi narxlarni tez ko'rsatib ketmoqchiman, chunki shu kungacha ko'rsata olmadim. Xo'sh, hozir men turgan joy Red Bull, bu ko'rishingiz mumkin. 7 yuan hammasi. 5 yuan, bu 7-8.005 yuan, 7-8.006 yuan. 10.000 yaqin 5 yuan, 7-8.006 yuan, 10.000 yaqin 12 yuan. Bu 20.000 atrofida qimmatga o'xshaydi, qanaqadir brend. Coconut water 25 yuan. Pepsi'larni ko'rasizlar, Cola'larni ko'rasizlar, 6 yuan, 5 yuan bo'lib yotibdi. Bu degani 8-9 ming atrofida. Mana bunaqa bamishnilar. Xo'sh, mana ko'rasizlar, 6 talik. Bularni donasi 3 yuandan bo'ladi. Shunda o'pib 18 yuan. 6 ta Pepsi'ni sizlar O'zbekistonda mana shuncha narxga olsangiz bo'ladi. Xitoyda esa mana shuncha narxga olsangiz bo'ladi. Xo'sh, endi Toshkentda ko'p ramen yeymiz. Bunaqasini ko'p yeganmiz, mana 13.5 yuan. Toshkentda esa xuddi shu narx adashmasam. Xo'sh, chipslar 1.5 yuan bo'lsa, 10 ming atrofida ekan mana shunisi. O'zbekistonda ozgina qimmatroq bunga qaraganda. Bunaqa shirinliklar bor. 6.5 yuan, 9 yuan, 8 yuan, 9.5 yuan, 10 yuan atrofidagi shirinliklar bu yoqda hammasi. Shu bilan Pekindagi sarguzashtlarimiz tugadi. Hozir biz Pekinda vokzaldamiz. Keyingi manzilimiz tomon ketyapmiz. Keyingi manzil qayoqligini borganda kelib bila olasizlar. Poyezdlar 1 minut vaqtli ham 1 minut kech ham yurmaydi. Hozir mana 12 dan 44 minut o'tdi. Bilet bo'yicha 1 da yurish kerak, 1 da yuradi. 1 minut bizani kutib turmaydi. Odamgarchilik qilib 1 minut vaqtli ham yura olmaydi, krisali qilib. Tushunasizlarmi? Kech qolmasdan vaqtida chiqib oldik poyezdga. Hali yurmadi o'sha aytganimda, rovna soat 1 da yuradi. 1 dan vaqtli ham kech emas. Hozir sharoitlari yomon emas. Bemalol mana yotib ketsangiz bo'ladi. Oynadan chiroyli vid bor, konditsioner bor, yotib ketsangiz bo'ladi. Uxlab bemalol 4 soat yo'l hali bizani kutib turibdi. Qat'iy ketayotganimizdan taxmin qilib hozircha kommentariyga yozib qo'yinglar. Topsanglar qo'yib qolaman. Men bilmagan bitta texnologiya bor ekan bu yoqda, qaranglar. Oddiy qo'l qo'yadigan joy. Qiyna qilib QR kod
yopishtirib qo'yishgan. Agar buni skaner qiladigan bo'lsanglar, menyu chiqadi, menyudan ovqat zakaz qilasizlar, bu masjiddan o'zligi olib kelib berishadi. Meni hayron qoldirdi. Hozir mana Ibrohim harakat qilib ko'radilar. Agar narxi Ibrohimga to'g'ri keladigan bo'lsa, zakaz qilib yuboramiz. Hozircha o'zimiz magazindan 4 yuanga olgan suvimiz bor. Bu Xitoyda ishlatiladigan ilova Alipay hisoblanadi. Skanerga kirdik. Mana bu QR kodni skaner qildik. Bu yoqdan ovqatlarni tanladik. 155 yuanga 4 ta odam to'yadigan set zakaz qildik va примерно 25,5 soat ichida olib kelib berishdi, chunki bitta stansiyadan keyingi stansiyaga borguncha shuncha vaqt o'tadi. Ana endi yeymiz ham. Choyimni men eng yaxshi ko'rgan choyim mana shu. O'sha uzoq kutilgan shahar, Xitoyni Shanxay shahri. Xush kelibsizlar. Ladies and gentlemen, welcome to Shanghai. Step into China's world of advanced transportation and stunning architecture. Join me as we explore Shanghai's vibrant cityscape under the evening lights. Bu Louis Vuittonning muzeyi va men hozir to'g'rimda turgan joy bu Starbucks'da Xitoydagi eng katta filial hisoblanadi, qaranglar. Lekin afsuski Louis Vuitton muzeyiga hozir kira olmaymiz, yopilib qolgan. Biz sal kechroq keldik. Atal bir muammo bo'lganiga Shanxayga kechroq joylashdik va Louis Vuittonga ulgura olmadik muzeyning ichiga kirishga. Endi hozir Starbucksga kirib qo'ya qolamiz. Mayli, noiloj. Ma'dashimman, faqat ko'p ichadigan joy emas ekan bu. Bu muzey, bu do'kon, bu choy ichadigan joy, bu yer relaks qiladigan joy, bu yer dam oladigan joy, rohat oladigan joy va shu bilan birga ko'p ichadigan joy ekan. Shanxayda ikkinchi kunimiz boshlandi. Hozir metroga qarab ketyapmiz. Bu yo'ng mana taksi taklif qilishdi, o'shanga bu yo'ng degani yo kerak emas deganida. Yer osti yo'llarida metroga o'tirishdi. Bunaqa kichkina do'kon, bozorcha qurib qo'yishgan ekan. Xitoyliklarga qo'yilib qoldim. Любой bitta nuqtadan pul ishlashga harakat qilishar ekan. Balkim shunchun ham rivojlanib ketishayotgandir. Shanxayda metrolar ozgina qimmatroq ekan. O'zbekistonga qaraganda ham va Pekinga qaraganda ham 5 yuan bo'ldi hozir. Metroga kirishimizdan o'zi. Shanxayda umuman rivojlangan metrolarda qanchada kelishini ham ko'rsatib qo'yar ekan metrolarni. Mana hozirgina o'tib ketdi. 3 minutda kelar ekan. Va keyingisi 10 minutda kelar ekan, ko'rasizlar. Ibrohim Xitoyda yashaydilar. Metrolardan stabilnoy foydalanadi. Nimaga? Stansiyaga qarab narx qo'yishgan. Misol uchun O'zbekistonda 1700 so'm to'laysiz, Beruniydan Sergeligacha bemalol borsangiz bo'ladi. Nega Xitoyda unaqa qilasiz? Unisini bilmadim to'g'risini aytsam, lekin menimcha mana shunaqa qilgan yaxshiroq. Stansiyaga qarab mana pulli qilib qo'ygan yaxshiroq. Buni ko'proq davlatga foydasi bor. Menimcha O'zbekistonda bunaqa qiladigan bo'lsa, xalq qabul qilmaydi buni. O'zbekistonda o'ziniki qolgani yaxshi, Xitoyda o'ziniki qolgani yaxshi deb hisoblayman. Chunki hamma shunga o'rgangan. Uzoq o'ylandik, chunki narxi bizga juda ham qimmatli qildi. Disneylandga biz $100 to'lab va nihoyat kirdik. Ana endi ertalabgacha ham komplet qilamiz. Disneylanddagi eng mashhur attraksionlarga chiqish uchun kamida 1 soat navbatda kutishga to'g'ri kelar ekan. Biz ham aynan Karib dengizi qaroqchilari attraksioni uchun 1 soat kutdik. Endi esa bilamiz, shuncha kutganimiz rostdan ham arziymi yoki yo'qmi? Chiqib oldik. Oxiri baxayr bo'lsin deb. Sheriklarimiz Kamron bu. Marhaba Ibrohim mana. Hoppa! Bu toshlarga urilganda bo'lasizlar, kimada shunaqa. Facebook ketamdi, mana. Voy, tepaga ham chiqargan. Mayli, ko'rishamiz. Like bosib, obuna bo'lib, kommentariy yozib qo'yinglar. Hoppa! Voy, voy, voy. Hoppa! Voy, mana qo'l bo'laman, voy. Nima demoqchisiz? Qo'ying gapirni.
Endi esa boyagi savolga qaytamiz. Shuncha kutganimizga arziydimi yoki yo'qmi? Albatta arziydi. 1 soat yo'lda tursin, 2 soat kutganimda ham rozi bo'lardim. Shanxay shuncha aholisi va bizni nimani kutib turibmiz deb o'ylaysizlar? O'zimiz ham bilmaymiz hali nimani kutib turganimizni. Taxminim bo'yicha mana shu yo'llardan nimadirlar o'tish kerak. Boshlanyapti parad, qaranglar. Hozir shu ko'rib turgan yo'llaringizdan butun boshli Disneyga qahramonlari birma-bir o'tib ketishadi. Bitta gnom va oppog'oydagi gnomlar. Oppog'oy qani lekin bilmadim. Qaranglar 2060-yillarga tushib qolganga o'xshaymiz. Disneylandda shunaqa stilda qurilgan attraksionlar nuqtasi bor ekan. Hammasi uchamiz. Va nihoyat navbatlarni oxiriga yetib qoldik. Bu attraksionni sizlarga video olib ko'rsata olamanmi yo'qmi bilmadim, lekin juda ham tez yuradi. Boshqalar yurayotgan sizlarga ko'rsataman. Ko'rasizlar ham juda ham tez. Bunaqa payt qo'lingizga yashilib shug'ullashingiz kerak o'sha mototsikllarda. Video olishga sharoit bo'lmay qolishi mumkin. Hozir biz chiqamiz. Prepare for Team Blue Light Cycle Run upload sequence. Remember, hold on, keep your head up, and face forward. Initiate in 3, 2, 1. First energy gate captured. Second energy gate. 3. Congratulations, users. A championship performance and victory for Team Blue. Bu tronni men sevdim, lekin realni yoqdi. Rosti kelasining yoqdi menga. Keyingi safar kelgan bo'lardim, to'g'ri navbat ko'p. Lekin yaxshi joyda navbat har doim ko'p bo'lgan. Bir boshqa davlatga borsam, Disneylandga albatta tronga kiraman. Ba'zi joylarga borganingizda shunchaki sayohat qilasiz, ammo shunday maskanlar ham borki, u yerga kirishingiz bilan yana bolaligingizga qaytgandek bo'lasiz. Men uchun Shanxay Disneylandda aynan shunday joy bo'ldi. Bu yerda yoshning umuman ahamiyati yo'q. 5 yoshli bola ham, 50 yoshli inson ham bir xil hayajon bilan atrofga qaraydi. Chunki bu yer faqat attraksionlar emas, bu yer bolalikdagi orzular yashaydigan olam. Har bir ko'cha, har bir musiqa, har bir qahramon seni yillar ortiga qaytaradi. Bir vaqtlar faqat multfilmda ko'rgan dunyoning birdaniga ko'z oldingda namoyon bo'ldi. Kech tushganda esa butun Disneyland go'yo ertakka aylanadi. Qala ustida porlagan chiroqlar, osmondagi mushakbozlik va atrofdagi quvonchli odamlar. O'sha lahzada bir narsani tushunasiz. Ba'zan baxt juda oddiy bo'ladi. U ishingizdagi bolani yana bir bor uyg'ota olishdi. Faqatgina $100 to'lab Disneylandga kirsangiz bo'ldi. Shanxayda 3-kunimizda 1000 ta daraxt degan molga keldik. 1000 ta daraxt shuncha kichkina bo'lgan joyda 1000 ta daraxt ekangan ekan.
Aslida bunaqa territoriyaga mingta daraxt ekishni iloji yo'q. Lekin xitoyliklar buni yechimini topgan. Ya'ni ko'rayotgan bo'lsangiz, katta tuyaga o'xshatib, har bitta tuyaga bittadan daraxt ekib chiqishgan. Ular katta bo'lib ketmaydi hech qachon. Shunaqadan mingta qilishgan. Shanxay tushunishlik uchun bu juda ham katta megapolis hisoblanadi. Pekin bilan solishtirganda Shanxay bu aynan Xitoyning markazi. Pekin esa o'sha sokinligi bilan ajralib turadi boshqa Xitoy shaharlaridan. Hozir Legoga kirmoqchiman men, Legoga. Qanaqa ekan narxlar? Sota olmayman-ku, baribir kiramiz. Legoga kirib oldim. Men endi sizlarga narxlar bilan tanishtiraman. Hammasi bilan tanishtirish iloji yo'q. O'zim qiziqqan va sizlarga ham qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan Legolar bilan narxini tanishtiraman. Qaranglar, men birinchi bo'lib ko'zimga tushgani Eiffel minorasi bo'ldi, qaranglar. Eiffel minorasi Lego variantda 5000 yuan ekan. 5100 yuan. Plus minus 650 dollar degani. 650 dollarga kim o'yinchi oladi? Hayronman. Mana qaranglar. Lego bunisi 2,5 yuan ekan. 2,5 yuan bu 300-350 dollar atrofida degani. Xo'sh, yana bir mashhur Lego o'yinchog'i. Bu Ferrari Formula 1 da yuradigan Ferrari hisoblanadi. Bu 800 yuan ekan. 100 dollardan ozgina ko'p, shu 150 dollarlar atrofida bo'lsa kerak. Voy, mana kim mana ish pul ekan. 5599 yuan. Bu ham 700 dollarga yaqin. Bu yoqda esa bolalarni qaranglar. Lego o'ynashyapti. Yoshligimda juda yaxshi ko'rardim Lego o'ynashni va juda ham ko'p yo'qotib qo'yardim. Uyda ham, misol uchun har qayerga yo'q ketardim, u yo'q qolib qolardi. Balkim yo'q qolib qolardi, balkim oyim qayergadir tashlab yuborgandi. Endigi navbat esa Osiyodagi eng katta M&M's'ni do'koni. Endi M&M'с deyiladi. Biz o'zbekchasiga M&M's deymiz. Ketdik. M&M's har xil korobkalarga solib qo'yishibdi, har xil futlarlarga, mana avtobus ko'rinishida, mana shampanskiylarning fonida har xil ko'rinish qo'yib qo'yishibdi. Bu esa futbolkalariga, bu yosh bolalarga ham, qizlarga ham tushun bo'lmaydi. Xo'sh, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu kassa, kassadan pul to'laysizlar va bu yoqdagi M&M'slardan xohlagancha olsanglar bo'ladi. Xudo xohlasa, hammanglar Xitoyga kelganinglarda albatta mana shu do'konga kirishlarni tavsiya beraman, chunki bu yoqda narxlar juda arzon bo'lar ekan. Biz har holda bizga kelgan payt juda arzon. Xo'sh, nomi Hotmax. Masala kelinglar, birma-bir ko'rsataman. O'zim olgan narsalarni ham keyin bu yoqda narsalar. Mana bir qop Lays mana 11 yuan, 16-17 ming so'm atrofida degani. Yo'lar, yo'lar bilmayman, hamma har xil aytadi. 16 yuan, 13 yuan, 16 yuan, 12 yuan. Juda arzon tushunishinglar uchun, juda ham arzon. Men misol uchun mana bundan oldim 910 yuan, 15 ming so'm atiga. Yana nima oldim? Mana bundan oldim, qaranglar, bir katta. Bu ham 18 yuan. Narxlar rostdan ham arzon. Aynan shu Hotmax do'koniga kelinglar. Bu reklama emas, Xitoyda menga hech kim reklamaga pul to'lamaydi. Xitoy mashhur o'yinchisi 35 yuan. 70 ming so'm. Balkim 70 mingga ham bormas. Transformerlar 39 yuan. Qiz bolalarga katta o'yinchoq 239 yuan bo'lgan, ya'ni 500 ming bo'lgan, 49 yuan hozir skidkada. Juda ham arzon. Albatta Xitoyga kelganinglarda, ketayotganinglarda shotdan uydagilarga shirinliklar yoki esdaliklar olib ketsanglar bo'ladi. Xullas, Xitoydagi sayohatimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar shu vaqtgacha biz bilan birga bo'lgan bo'lsangiz, buning uchun sizga chin dildan rahmat. Har bir sayohat faqat yangi joylarni emas, balki insonning o'zini ham o'zgartiradi. Xitoy bizga unutilmas xotiralar, yangi taassurotlar va umr bo'yi esda qoladigan lahzalarni sovg'a qildi. Umid qilamanki, bu videolar orqali siz ham o'sha hislarni biz bilan birga his qila oldingiz. Lekin videoni muhim, qiziq va eng kulminatsion joyiga endi yetib keldik. Xo'sh, albatta, hisobli do'st ayrilmas degan maqolga amal qilgan holda umumiy Xitoyga bo'lgan sayohatimiz men uchun qanchaga tushganini sizlarga hozir hisoblab beraman. Avvalo avia chiptalardan boshlaydigan bo'lsak, Toshkentdan Pekinga bo'lgan chiptamiz bizga 230 dollarga tushdi. Pekindan Shanxayga poyezdda borishimiz esa 100 dollar atrofida bo'ldi. Shanxaydan Toshkentga qaytish esa bizga 250 dollar atrofida tushdi. Ya'ni chiptalarni o'ziga umumiy olganda 580 dollar ishlatib yuboramiz.
To'g'risi, arzon avia chiptalarni qayerdan olishni bilmayman. Agar bilsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Xitoy o'zida metro, transport, taksilarni o'ziga kuniga 15-20 dollar ishlatib yuboramiz. Masalan, buyuk Xitoy devoriga kirish chiptasi bizga 50 yuan bo'ldi. Bu 100 ming atrofida degani. U yoqqa borib kelish uchun taksiga taxminan 25 dollar sarflab yuboramiz. Tasavvur qiling, masofa ham uzoq edi, 70 kilometrga 25 dollar kishi boshiga unchalik vahima qiladigan summa emas deb hisoblayman. Shanxayda Disneylandga kirdik. Uning uchun 100 dollar to'ladik. Ertalabdan kechgacha bo'lganida bu normal hisoblanardi, lekin biz soat 3 da Disneylandga kirdik va kechqurun soat 9:00da chiqarib yuborishdi. Albatta juda ham zo'r emotsiyalar oldik, faqat men o'ylashim uchun 100 dollar sal qimmatroq bu emotsiyalar uchun. Ovqatlanishga keladigan bo'lsak, Pekinda ham, Shanxayda ham ovqat narxini razницasi yo'q, chunki biz unaqa qimmat restoranlarga kirmadik, Burger King yoki McDonald'slarni yeb jon saqlab turdik. Buning uchun har bir ovqatlanimiz kishi boshiga shunda ham 15 dollardan tushdi. Shunda Xitoyga sayohat qilganimiz uchun kishi boshiga umumiy 1100 dollardan sarfladik. Agarda biz bitta dona davlatga safar qilganimizda 1100 dollar bu rostiga qimmat hisoblanardi, lekin biz naqd Xitoy ikkita shahriga bordik, Pekin va Shanxay. Meni o'ylashim bo'yicha biz olgan emotsiyalar va biz ko'rgan mo'jizalar 1100 dollarga arziydi. Albatta bu sizni qaysi shaharga borishingizga va qanday dam olishingizga ham qarab o'zgarishi mumkin. Shuning uchun sayohatga qancha pul ishlatishingiz bu birinchi o'rinda sizga bog'liq. O'ylashim bo'yicha sizlarga tushunarli, konkret hisoblab bera oldim deb hisoblayman. Xitoyga borayotganda 1100 dollarni tayyorlab boraverasizlar. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi sayohatlarimizda ko'rishguncha xayr. Voy, charchab.